Leksimizde başlaymayız. Vatandaş bugün çizgiler 2024 yıl 1. ayının 4. günü hepteki Perşembe. Endeki mavzu deseniz bu mavzu yalgan emas. Endi bu rast. Nimişqa deseniz bu Amerika Qo'shma Shtatlari savdo matbuoti yoki savdo tijorat majmuasi Forbes degan jurnalda e'lon qilingan maqola ekan. Forbes bundaq e'lon qildi. Jumgoning iqtisodiy krizisi portlash oldida turadi. Amerika kapitali Jungodan tez suratda chekinishga boshladi. Kundik çekindi devrip sizin aldığında hıcılı olup kalgan men bugün bana gep gördünüz mü? Yani 50% çet el şirketi Jungo'da faaliyet kılıp atkan gep kısadi faaliyet vatandaş. 50% çekinip aldı pak izleydi. Dep körsetli mavzulu haber 1. ayının 4. gün Erkin Asya'nın Xitay programımız ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Amerika'da meblağ salgıçılar işçide tesiri köçki ige Forbes jurnali xabar qilib bundaq ko'rsatdi. Amerika mablag' soluvchilarining Jungoga mablag' solish qizg'inligi ojizlab ketdi. Birinchi. Shunga Amerika shirkatlari masalan Jungodan pak chekinish degani, hatto naqd pulni ko'tarib chekinish. Jungoning privat qismidan elib naqd pulni ko'tarib chekinish to'lqini qo'zg'aldi. Tahlilchilar bundaq hisobladi. Xi Jinping Jungoda birinci iqtisodni yemirilish bosqichiga elib kelishdan avval tashqi siyoset ve ichki siyosetni portlash bosqichiga elib keldi. Bundaq mumkinlikda bundaq jamiyatda bir odamning xotirjam tijorat qilishi bu mumkin emas. Sode tijorat uchun bir xotirjam muhit kerak vatandaş, xotirjam muhit kerak. Hammasi andisha va ansirash uchun sode tijorat qilg'ilanda. Şunlaşqa endilikte Amerika kapitalının Jungodan çekinişi quduqqa tushib ketgandan keynidan taş atqandak bir ish bo'ldi. Bu yerda nima degan gap? Masalan, Jungoning iqtisodi vayron bo'lib atgan shundaq bir paytda Amerika shirkatlari chekindi. Quduqqa tushib ketdingmi Jungo, men seni beshingni tashlayman. Uzan keltirib chiqardim, men emas. Ranjima Jungo degandek. Amerika savdo jurnali Forbes 1. kuni maqola e'lon qilib, Amerikada mablag' solg'uvchilar manfaat va bexatarlik omillarini ko'rsatdi. Mana savdo tijorat manfaat uchun qilinadi, pul uchun qiladigan gap savdo tijorat deganni. Agar buning sharoit bo'lmasa, bunda nima chora? Chiqib ketmaydi. Uchinchisi nima? Jungodan ayrilishga boshladi. Endi bexatarlik. Yakında bir gördünüz, özünüz anladınız. Aslında casusluğa karıştırış artık memleketlik. Jungo memleketi bu için casusluğa karıştırış. Bu şimdi daha Müslümandı vatandaş. O bu devlet qardaş amallık idaresinin işi, ya ki məxfiyyətlik idaresinin işi, saqçının işi. Casus karıştırış degen bütün memleket kınay degen gep, ne degen gep, ne de kol. Diktatora, devlet diktatorasını Allah diktatorası aylandırış. Bunda qarayt, şarayt, ne mi savdo qildi bu Jungoda? Mablag' birlashtirilgan obrot iqlim kuchi, tunji qatim Jungo paychak bozori va Zayum qarzi bozoridan naqd pulni chekindirish bilan oshkorlan. Paychak bozoridan chekindi, Zayum tapovat bozoridan chekindi, naqdlashtirish pakiz taraqshib turgan dollarni chekindirish degan gap. Ben privatdan, Jungo'ni privatdan elib chekindirish degan gap. Sat, mana müşahede vatandaş. Amerika'da mesela şu Jungo'ga mablag' solg'uvchilarning o'zi Jungo'da statistikalik ma'lumotlar, Jungo tarafdan qilingan statistikalik ma'lumotlarga ishonmadi. O'zlari statistik ma'lumot qilamiz desa Jungo hukumati bunaqa yo'l qo'ymadi vatan. Ana ticaret oldu. Mesela onun köremi oldu, çıkımı oldu. Şirketlerine mana çıkımını mandak hesaplayman, köremini mandak hesaplayman diye halatim Jungo hükümeti bunun yol koymadı dedi. Anda hususilarının şirketleri Amerika'dan meblağ selip Jungo kirgen hususilarının şirketleri payçap meblağının terakki kılışını mı? Şu savdo ceryanı yani Jungo kirip meblağ seliş ceryanı, savdo ceryanı ilgiriletken idi. Bazı terakkiyatlar eriştirgen idi.
Mesela 2018 yıldan başlap sabık prezident Trump Cungo tuvarlarına baş koygan yıllarda hatta Amerika'nın meblağı Cungo'dan setip algan payçak ve zayımның miktarı 170 milyar dollarga yetken idi. 2020 yılı virus devrde hem Amerikalıklar Cungo'ga salgan meblag 360 milyar dollarga köpeygen idi. 2021 yılıga kelgende tarak şıtıp kıjdaydigan kök dollar naq pul bilen salgan meblag 200 milyar dollardan eşip ketdi. Lekin 2022 yılıga kelgende zayom meblağı ve naq pulning Cungo'ga ekip kirişi to'xtab qoldi. Ötken yılı. 2023 yıl tugul ötken yılı 2023 yılı rasli haqiqatan ve tashida bu savdo tijorat jarayoni to'liq bilmaymiz. Buningda xabarimiz yo'q, lekin o'zimizning nazardan aytganda 2022 yılı xalqaroda Uyg'uriston yili dedim men bir qancha qatim hozirmi shundoq deyman vatandosh. Hayron bo'lganidim men shu vaqtda vatandosh. Xalqaro jamiyatda Uyg'uriston yili. Demak hozir Amerikaning Cungo'ga solgan mablag'lar 200 milyardlab 300 milyardlab soldigan mablag' mayli xususiyning mayli qanday kollektiv bir shirkatlarning solish mablag'i 2022 yildan boshlab to'xtab qoldi. Endi bugun Forbes nim deydi? Amerikalıklar çekindi. Cungo'nun iqtisodiy krizisi yetib keldi deydi. 2023 yılı 10. aygacha 310 milyard dollar Cungo'dan çekinip çıktı. Amerika'da meblag' salg'uvchilarning ansirashlari o'zliksiz ko'payib, qarz berish masalasi Cungo'ning pul muomala sohasiga zo'r xatar elib keldi. Cümleden uy imorat, kasbiy tijarati va yerlik hukumatlarning qarzi meblag' salg'uvchilar aldida, mesela Amerikalik meblag' salg'uvchilar aldida yerlik hukumatning qarzi bu darajada bo'lsa, Cungo'ning iqtisodiy istiqboli qanday bo'ladi? Masalan, pul muomala sohasiga shunday muomala qilsa, Cungo hukumati hatto soqchilarni evatib olsa, bu andidiga qo'g'dug'uchi qismlarni evatib, paychak bozoriga aralashtirib, nima? Pul muomala bozoriga aralashtirib, shunday miqsad ularni soqchi aralashtirganmish ulamda vatandosh. Savdo tijorat jinoyat bo'lsa ma'qul, pulni bulab ketdi desangmi? O tijorat qilavasqa odamga kirib sen aralashsang soqchi dunyoda shundaqmish ulamda vatandosh. Şunu bilan Amerikaning aralash bizning degan to'q, vol ko'chish chekindi degan edi, shunaqmi? Endi asta bir-birlab bugun bu yerga keldi. Endi gapning meg'izi Cungo'ning bozoridan yoki Cungo jamiyatida mablag' solgan Amerika shirkatlari chekindi degan so'z mayli simvollik ma'noda bo'lsin, mayli tajriba xarakterlik ma'noda bo'lsin, mayli real ma'noda qanday bo'lishidan qat'iy nazar Cungo'ning bozoridan Amerika chekindi degan so'z vatandosh. Ya'ni kelib qo'ygan mavzu qaragan Forbes'ning Cungo'ning iqtisodiy krizisi yetib keldi. Demek mushundaq chaqda Amerikaning shirkatlari Cungo'dan chekindi. Ondan sonra keyingi taqdirini o'ylab ko'ring. Iqtisodiy jihati Cungo'ning taqdiri nima bo'ladi? Siyosiy jihati Cungo'ning taqdiri nima bo'ldi? Hozir Tayvan deydi. Tayvan ham so'zlab keldik sizlarga. Cungo nimadan ansiraydi? Tayvan nimishqa bu yilqi saylamga bunda qadab kuch chiqaryapti, nimishqa bunda to'sqinlik qilmoqchi bo'lyapti desangiz. Cungo Kompartiyasi rahbarligidagi Cungo'ning o'tgan zamoni o'tgan yillari tugadi. Bu yil boshqacha deydi-ku. Men 2004-yilgisi sayraman Tayvanda boshqacha, Cungo'ning ichki vaziyati boshqacha, tashqi vaziyati boshqacha. Agar Cungo Kompartiyasi Cungo'ning hayda biror chatoq chiqib, lassida bo'lib qoladigan ish bo'lsa, ishninki vatandosh bütün shart-sharoit to'lib turgan Tayvan birinchi bo'lib mustaqillik jakalaydi. Tushundingizmi? Turgan biz dedik, Sun Wukong Sakyamuni alqanda chiqib ketolmaydi. Xalqaro vaziyatning ramkasi bir ramki bor.
birleşimen dep tevekkelçilik kılanmaydı, müstakil bulumen dep tevekkelçilik kılanmaydı. Lekin bu mutlak emas vatandaşım, o mutlak, dünyada mutlak nesi başka nesi. Lekin bunlar cemiyetin siyasi haleti ve içtimai taraf muqimligi ve yoki muqimsizligi deganlar bu başka hadise. Bu shundoq ahvolasız jo'nan haydin biror chataq chiqib, u ham bu ham bo'lib qoladigan bo'lsa, birinchi kun Tayvan mustaqillik chiqadi. Shunga Jo'nan Hay va Jungo Kompartiyasi mushuningda ansirab bu qator Tayvanda Demokratiya Taraqqiyot partiyasining qayta saylanib Laychingdening prezident bo'lib sahnaga chiqishiga jon jahli bilan qarishtiryapti vatandosh.